Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ustunning kanali. Do'stlar, bu galgi videoroligimizda biz sizlarga Nexia 2 va Nexia 1 haydovchi akalarimiz uchun elementlarni, lekin kerak bo'lsa ko'chada qoldiradigan bitta holat bor, shuni ko'rsatmoqchimiz. Marhamat, videolarimizni ko'rib tomosha qiling, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xullas, avtomobilimizda o'chirsam yurmay qolyapti deb olib kelishdi. Oxiri perimichka qilib, zo'rg'a yurgizib olishibdi. Avtomobilimizni diagnoz qilganimizda akkumulyatorning quvvati 9 voltga tushib ketgan. Buni sababi generator o'zini vazifasini to'liq bajara olmagan. Endi buni sababi, do'stlar, buni sababi mana bu yerda mana avtomobilimizning generatori bo'ladi. 2012-yildan 2016-yilgacha ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobillariga Nexia 1da generatori o'rnatilgan. 2008-yildan boshlab ishlab chiqarilgan Nexia 1 ham, Nexia 2 ham 2012-yilgacha Nexia 2ni o'zini radnoy dinamida, ya'ni relesi orqa tomonda joylashgan holatda bo'lib chiqqan. Lekin 12dan 16-yilgacha Nexia 1da asosiy dinamlar qo'yib yuborilgan, xullas. Bu degani mana bir relesi generatorning ichki qismida turadi degani. Mana shu holatda turadi ichki qismida. Avtomobil tekshirganimizda mischilg'omlar butun, diodlar butun, shotkasi butun, obmotkasi butun, pachimlikda luft yo'q, hammasi joy-joyidan yog'lab qo'yganmiz. Yaxshi holatdaligi ma'lum bo'ldi, lekin dinamda relesi ishlamayapti turganligini oddiy diagnoz orqali apparatda aniqlab oldik. Buni hozir xudo xolasa releda olib tashab boshqa uстановка qilamiz. Buni holati qanaqa bo'ladi? Buni holati siz mashinani yurgizish maqsadida o'tirib kalitni ochgan vaqtingizda tabloda, ya'ni speedometrda chiroqchalar yongan vaqtida generatorda chirog'i, ya'ni akkumulyatorda sveti yonib-yonmay qoladi. O'shani hisobidan bu yerda generatorimiz yaxshi ishlamay qolganligi holati kuzatiladi. Endi qarab turing. Akkumulyator rasmi yurgandan keyin yonib qoladigan bo'lsa, boshqa joydan bo'ladi. Dioddan, mischilg'omdan yoki obmotkadan chiqishligi mumkin. Agar kontrolni kalt ochganingizda bir xilda yonib, bir xilda o'chib qoladigan bo'lsa, bu asosan 95% holatda generatorda relesidan chiqadi. Hozir biz ko'rsatgan narsadan chiqadi. Endi sizlarga hozir uni almashtirish jarayonini va necha pulga bitganligini ham ko'rsatib va qanaqa ishlashiga ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Videoda boshida aytdim, 9,5 volt tok bergan bu mashina. Hozir bitgan holatidan keyin o'lchab ko'rsataman sizlarga qanaqangi holatda bo'lishligini. Bu albatta kerakli ma'lumot. Bundaqa tunning jinni-g'indi narsalardan mana asosiy. Chunki bu 7 yoshdan 70 yoshgacha qilinadigan holat. Agar buni qilmaydigan bo'lsangiz yoki shu holatga tushadigan bo'lsangiz, tekshirtirmasiz ko'chada qolib ketishingiz aniq. Endi davomini ko'ramiz do'stlar, nima bo'lishligini. Mana releda koreyskiy yaxshisidan boshqa qo'yildi. Tepasi qovurg'aligi bilan eskisi. Endi buni hozir joyiga qotirib ishlatib qolgan jarayonni ko'rsatamiz. Xullas do'stlar, avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Generatorni joy-joyiga qotirdik. Akkumulyatorimiz zaryadi ham to'ldi. Pribor olib turing, zaryad o'lchaymiz. Joy-joyiga qotirildi, generatorlar joy-joyiga qotirildi. Hozir sizlarga endi qolgan ishlash jarayonini ko'rsataman. Hozir mana palastoy qilib zamoyda ochamiz. Akamizda mana shu zamoy ochilgan vaqtda buni akkumulyatorda mana minus chiroq yonmagan. O'shani hisobiga stator ham qo'shmay qolgan va generator ham zaryadni nihoyatda kam bergan. Umuman 9 volt bu yo'q zaryad hisoblanadi. Hozir bundan yonib turibdi generatorimiz kontrolnisi. Yurgandan keyin o'chishligi kerak. Hozir mana yurgizib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Avtomobilimiz mana yurdi. Nimani chirog'i o'chdi. Akkumulyator chirog'i. Rushnoy ko'tarilganligi uchun rushnoy yonib turibdi. Rushnoy tushiradigan bo'lsak, uncha qattiq ekan rushnoy. Bu ham o'chdi. Tortib qo'yamiz. Endi generatorimizni zaryadini ko'ramiz do'stlar. Mana 10.8. Hozir bu akkumulyatorda ochiq holatiga. Akkumulyator to'ygani sari, buni o'zi zaryadla to'ydirgan sari 14.3, 14.4 ga chiqib ketadi. Bu hozir ochlik uchun 10.8 ko'rsatyapti. To'ygandan keyin 14.2 ga chiqadi. Xo'sh, bu narsada asosiy mana shu dinamda relesi kuyganligi uchun mana shunaqangi holat bo'lgan do'stlar. Xullas do'stlar, agar sizlarda ham mana shunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa, mashina bir yaxshi yurib, bir yaxshi yurmaydigan bo'lsa, keyin kontrolning chirog'i bir yonib, bir o'chadigan bo'lsa, uni sразу elektrikka olib borib, generatorga ko'rsatib qo'yinglar. Bu o'zi o'sha ishlamaydigan holatga kelyapti turgan vaqti bo'ladi.
Agar ko'rsatmaydigan bo'lsangiz, umuman ishlamay qoladi, havada qolib ketib qolishingiz mumkin. Bu mashina qaynab ketish ehtimoli ham kuzatiladi, sabab ventilator kuchi yetmaydi akkumulyator o'tirgan sari. Xullas do'stlar, videorolikimiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, bir narsani tushuntirib olgan bo'lsak, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa bundan-da foydali va kerakli ma'lumotlar faqat bizning kanalimizda bo'ladi do'stlar, sizlar uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga.